Menga rosti bilan aytgin, men o'zim sizlarni ichlaringni bilmoqchiman-da. Bitta senga savol. Bir haftada necha marta shu uchastkavoyga bir marta yig'ib, o'zing tizimli qilib, hududiga qarab, omiliga qarab, jinoyatiga qarab topshiriq berib so'rayapsan. Va ikkinchidan, qanday qilib rovudini boshliqlari prokuror bilan birga bir oyda bir marta uchastkavoylarni rahbarlantirish yoki javobgarlikka tortish bo'yicha tizim bor. Mana shu savolga javob ber. Har hafta dushanba kuni profilaktika inspektorlarini yig'ib, mahalla bo'yicha qilinayotgan natijalari, ularni qaynoqa mahallada salbiy holatlar bo'yicha ularga jazo chorasi hayfsan, qattiq hayfsan belgilaymiz. Prokuror bilan birgalikda o'rganib, tumanimiz hokimimiz birgalikda, undan tashqari mahallani yettiligini har oyda bir marta aylanib chiqamiz, uchalamiz. Har bitta mahallaga borib, birma-bir yettilikda sizni birinchi sonli qaroringiz qanaqa ijrosi ta'minlanayotganligi, qanaqa mahallada sodir etilganligini so'rov natijasini qilib chiqamiz. O'zing shu aytgan menga gapga ishonasanmi? Menga u gaplarni nima qilasa aytib, yettilik bilan nima ishing bor sening? Sen nima aloqang bor yettilikka? Sen uchastkovoying bilan shug'ullangin. Nimaga menga u cho'pchak gaplarni gapirasan? Endi ko'zimiz ochildi, bu xulosa qilib oldim o'zimga. Bilasanmi nimaga men senga bu savolni berdim? Sen pastga tushmaysan, Movuning seni aldaydi, uchastkovoy aldaydi. O'zgaringlar sizlar. Agar sizlar o'zgarmasalaring, vaziyat o'zgarmaydi. Bundaqa nachalnik rovudlar menga kerak emas. Baribir o'zgartirishga majbur qilaman men sizlarni. Qo'ymayman hech qaysingni. Birontangni uxlatmayman. Bitta jinoyat ham u ham jinoyat. U ham yo'q bo'lish kerak mahallada.